Sig'lim. Bitta kottejimizni tomi tayyor bo'libdi, ikki yoq tomoni ham. Ozgina kami ko'sti qolibdi bu yoq tomonda, mana tepasida. Keyin mana shuni tepalarida ham atak maksimum darajada ertaga sotib olganingizdan keyin chakka o'tmasligini ustakalarimiz har tomonlama ko'rib chiqishibdi. Maksimum darajada. Xullas bu kottejlarni olsangiz, maza qilib yashaysizda. Pulingiz o'zingiz bilan birga ketgan bo'ladi. Pulingizga sifat sotib olgan bo'lasiz. Esingizda bo'lsa, mana shu storieslarda hammasini ko'rsatib boryapmiz. Fundamentidan boshlab, podushkasidan boshlab, birinchi etaji, ikkinchi etaji, uchinchi etaji, hammasini. Shu kanallarimizni storieslardan ko'rsangizlar bo'ladi. Bu aynan mana shu stroykani jarayonni, har bir jarayon. Keyin xuddi shunaqa uy qidirgan yaqiningizlarga, hamkasbingizlarga, qarindoshingizlarga jo'natib qo'ysanglar. Savolinglar bo'lsa, shu kommentariyada yozsanglar yoki telefon qilsanglar, aqlimiz yetgancha javob beramiz. Like bosish esingizdan chiqmasin. Charchamanglar.